Assalomu alaykum. Mana biz Kuala Lumpurda aylanishga chiqdik. Mana bu yerda biz Kuala Lumpurda ichidagi bir ikkita joylarni aylanib chiqishga ketyapmiz. Bu yerda mana bizda jamoada bir ko'mil. Bitta qaravering, nimadir devoring. Solda men biz shofyorimiz qarasa o'lib ketamiz hozir. Davron har doimgidek bu Azizbek. Mana biz hozir ismlaydi Tavang sangrigan joyga keldik. Lake'ning yoniga. Anaqa vid. Qanda? Просто so'rayapti hali. Zo'r joyga keldik. Shahzod Xayrullayev prezidentga katta rahmat. Interneti ko'p bo'lsin. Gapir qo'ying bir nima deb. Havo yaxshi. Soat 8:50 va 9 stakan 9. Havo yaxshi. Ko'chada 31 gradus. Kuala Lumpurga xush kelibsiz. Çok teşekkür ederim. Çok öyle gideriz. Evet, burası şey yaptığında. Bu joyni qo'yamiz YouTube'ga. Yetdi-ku. Ama arkadaşlar sonra. Hay, 26 kişi tam qoldi. Ko'rdan keyin. Mana biz o'rmonda biz. O't. Biz hareket ketyapmiz. Bak, Niagara muzeyiga ketyapmiz. Davron uxlayapti. Men bilmayman qarayapman. Uxlashini qaranglar. YouTube'ga ketyapti. Malayziyada bunaqasini uchratamiz deb o'ylamagandik, lekin biz hozir Bank Negara Malayziya muzeyiga kelayotgandik. Ertalabki sayrdan keyin biz Bank Negara Malayziya, ya'ni Malayziyaning markaziy bankining muzeyiga keldik. Alyosha, men bu joyni tanlashimning asosiy sababi moliya markazini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rishni xohlagandik. Ichkarida juda zamonaviy texnologik binolar, Jahon banki ofisi va turli xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ofislari joylashgan edi. Shuningdek, Asia School of Business with MIT Sloan universitetini ham ko'rdik. Bu Osiyodagi eng kuchli biznes maktablaridan biri. Afsuski magistraturani o'qishingiz mumkin bunda faqat. Balki kelajakda bu yerda o'qishni sinab ko'ramiz. Mana biz hozir
Keling endi sizlarga biz borgan galereya haqida ozgina ma'lumot beraman. Bu muzeyda umumiy 6 ta galereya mavjud bo'lib, bolalar galereyasi, Bank Nigara Malayziya galereyasi, iqtisodiyot, islomiy moliya, numizmatika va san'at galereyasi bor. Eng qiziqarli joylaridan biri numizmatika galereyasi bo'lib, bu yerda qadimiy tangalar, tarixiy pul birliklari, barterni ifodalovchi eksponatlar va tangalar. Undan ham qizig'i, bolalar uchun mo'ljallangan Children's Gallery ham bor. U yerda Save, Spend, Share kabi o'yinlar, interaktiv topshiriqlar bor va hatto 1 million ringgit tunnel deb nomlangan maxsus o'yinli joy ham mavjud. Muzeyda Malayziya moliya tizimining tarixi, iqtisodiy rivojlanish haqida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar bor edi. Hatto islomiy moliya bo'limida O'zbekiston bilan bog'liq bir qismi ham bor edi. Nafasku tarik dalam-dalam tanpa sedar dia yang dari
Undan keyin biz Petalinjaya Streetda joylashgan Rex KL kitob do'koniga bordik. Bu joy juda ham katta, san'at va kitobni sevuvchilar uchun juda ham ajoyib maskan. Undan tashqari mana shunaqa eski antikvar narsalarni kollektorlar uchun juda ham zo'r do'konlari bor ekan. Yo-mayo. Chinatown'dagi qanaqadir magazinga kirib qoldik hozir. Keyingi manzilimiz Rex KL kitob do'koni. Bu joy Kuala Lumpurdagi eng noodatiy va ijodiy maskanlardan biri. Aslida Rex KL ilgari eski kinoteatr bo'lgan, lekin yonib ketganidan keyin uni yangilashgan. Keyinchalik kutubxonaga aylantirishgan. Hozirda Rex KL bu kutubxona, san'at galereyasi, kafe, restoranlar, antiqa buyumlar bozori va hatto ijodiy tadbirlar uchun joyni o'ziga ichiga olgan. Ichkariga kirganingizda darrov e'tibor berasiz, eski binoning industrial uslubda saqlanib qolingan. Beton devorlar, metall nurlar, shinam chiroqlar va kitoblar bilan to'la jamoalar. Ayniqsa kutubxona qismi juda chiroyli. Yuzlab kitoblar, yumshoq o'rindiqlar va tinch muhit. Bu joy o'qish yoki shunchaki dam olish uchun juda mos. Malayziyani Chinatown'iga keldik mana. Narsalar sotib o'tiribdi. Odam ko'p bergan. Navbatdagi manzilimiz International Islamic University of Malaysia, ya'ni Malayziyaning Xalqaro islom universiteti. Bu universitet menda juda ham katta taassurot qoldirdi. Sababi bu universitet haqiqatan ham islomiy qadriyatlar asosida qurilgan. Har 5 mahol azon ovozi eshitiladi. Talabalar esa dars bilan birga qatorda ma'naviyatga ham katta e'tibor berishadi. Biz bu yerga Uzbeks in Malaysia loyihamiz uchun podkast yozish maqsadida keldik. Bu universitetda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar bilan suhbatlashdik. Ular bu joyda o'qish imkoniyatlari, muhit va hayot haqida juda katta iliq fikrlar bildirishdi. Mana bizga universitetda podkastchani olib, endi Merdeka Square ga ketyapmiz. Bu esa Merdeka Square'ning ertalabki ko'rinishi, lekin biz kech bo'lganda keldik. Xo'p, maydon juda ham katta, kech bo'lishiga qaramasdan malayziyaliklar o'z oila a'zolari bilan bu yerda kechki ovqat qilishyapti, bir-birlari bilan suhbat qilishyapti. To'g'risi malayziyaliklar o'zini juda ham yaxshi ko'radi. Jumadan keyin ularda ko'pincha holatlarda dam olish bo'ladi va undan keyin o'z oila a'zolari bilan vaqtni birga o'tkazishadi. Bu bo'ylar. Bu Bacha. xurrak otuvchi. Bu Mirko. Hokim bu. Hazillashaman, bacho. Uni xafa bo'lmaylar, bacho. Xafa bo'lamiz. Men grefman. Hammanga gref, ovqatga desam hazillashaman.
Bunaqa narsalarga umuman ishonmaslik kerak. Yo'lni tekisligini qaranglar. Undan tashqari shaharning o'rtasida juda ham ko'p daraxtlar ekilgan. Havosi nam bo'lishiga qaramasdan juda ham toza havo. Sababi kelganimizdan beri birortamiz ko'p aksirganimiz yo'q, shamollab qolganimiz yo'q. Juda ham zo'r havosi. Va eng qizig'i bu yerda odamlar qora mashina olishdan qo'rqishmaydi, chunki yomg'ir yog'ib turadi, birinchidan chang yo'qligi uchun juda ham top-toza turadi. Nepalda McAnonsi-ku. Nepalda ambasadori shu yerda bo'lsa kerak-da. Ha, yana bir qiziq ma'lumot. Mana bu rasmdagi bino Merdeka Square dunyodagi Burj Xalifadan keyingi turadigan ikkinchi eng baland bino hisoblanadi. Mana biz hozir Nasikandar yeyishga o'tirdik. Bunaqa joyga. Tak, biz уже qaytyapmiz. Soat 10 bo'ldi. سیجی گذشت هیچ وقت نگیه وقتی بازی کردم با هات هرکیم خواب شهری من دهات بده اکسب پاهات حتی بعد قهر